369-bob. Man etilgan ishni qilgan kishining nima deb aytishi va qilishi haqida. Alloh taolo dedi: Agar sizni shayton tomonidan biron vasvasa yo'ldan ozdirib, mazkur xislat egasi bo'lishdan qaytarmoqchi bo'lsa, u holda Allohdan panoh so'rang. Fussilat surasi 36-oyat. Taqvo qilguvchi zotlarni qachon shayton tomonidan biron vasvasa ushlasa, Allohni eslaydilar-da. Bas, to'g'ri yo'lni ko'ra boshlaydilar. A'rof surasi 201-oyat. U taqvodor zotlar qachon biron bir fahsh gunoh qilib qo'ysalar yoki qandaydir noloyiq ish qilish bilan o'zlariga zulm qilsalar, darhol Allohni eslab, gunohlari uchun mag'firat, kechirim so'raydigan, har qanday gunohni yolg'iz Allohgina mag'firat qilishini bilgan hollarida qilgan gunohlarida davom etmaydigan kishilardir. Ularning mukofotlari Parvardigorlari tomonidan mag'firat va taglaridan daryolar oqib turguvchi jannatlar bo'lib, ular o'sha joyda abadiy qolajaklar. Yaxshi amal qilguvchilarning ajrlari naqadar yaxshi ajr. Oli Imron surasi 135-oyat. Barchalaringiz Allohga tavba qilinglar, ey mo'minlar, shoyatki shunda najot topsangizlar. Nur surasi 31-oyat. 1807-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: Sizlardan kim qasam ichib, qasamida Lot va Uzzo bilan desa, la ilaha illalloh deb olsin. Kim sherigiga, kel, sen bilan qimor o'ynayman desa, sadaqa qilib yuborsin, dedilar. Muttafaqun alayh. Foyda: Arablar johiliyatda ana shu Lot va Uzzo nomli butlar nomi ila qasam ichishar edi. Musulmon bo'lishganidan keyin ham ba'zilari odatlanib qolishgani uchun bu nomlar ila bexosdan qasam ichib qo'yishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu muammoni hal etib, muolaja sifatida yuqoridagi so'zni aytdilar.